Davlat chegarasi orqali taqiqlangan buyumlarni noqonuniy olib o'tishga bo'lgan urinishlarning oldi olinmoqda. Xususan, Navoiy chegara bojxona posti orqali mamlakatimiz hududiga miltiq, pnevmatik to'pponcha hamda patronlarni olib kirishga uringan yo'lovchilar bojxona xodimlari tomonidan to'xtatib qolindi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Navoiy chegara bojxona post orqali mamlakatimiz hududiga piyoda kirib kelgan fuqaroning qo'lliklari bojxona nazoratidan o'tkazildi. Yo'lovchi tomonidan og'zaki so'rovda ma'lum qilinmagan hamda yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida qayd etilmagan karton quti ichida bir dona Krams Alms rusumli pnevmatik miltiq va 44 dona Spotnox rusumli qo'rg'ishin o'q borligi aniqlandi. Yana bir holatda esa Navoiy chegara bojxona postiga piyoda holda kirib kelgan yo'lovchilardan birini qo'l yuklari bojxona ko'zdan kechiruvdan o'tkazilgan vaqtida patronlar va to'pponcha fosh etildi. Yo'lovchi tomonidan og'zaki so'rovda ma'lum qilinmagan va bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmagan bir dona Ritay G19S rusumli pnevmatik to'pponcha hamda 30 dona Kalser rusumli patronlar borligi fosh etildi. Hozirda ikki holat yuzasidan tegishli surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi qonuniga muvofiq qurolli va xizmat qurollarini hamda ularning o'q-dorilarini mamlakatimiz hududiga olib kirish, olib chiqish yoki tranzit qilish faqat vakolatli davlat organlarining tegishli ruxsatnomalari asosida amalga oshiriladi.